Mana bizda demokratiya boshlangandan keyin davlat tili haqidagi qonunni o'zgartirish bo'yicha takliflar kiritildi. Negadir haligacha davlat tili haqidagi qonun Oliy Majlis muhokamasiga qo'ymay kelinyapti. Ba'zi kishilar aytayaptiki, o'sha qonunning bitta moddasida shunday yozilgan. O'zbekiston Respublikasida davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilish degan bandiga ba'zilar uncha qo'shilmay turibdi. Xo'p, to'g'ri, biz ko'p millatlimiz, 130 millatlar bor, lekin davlat tili haqidagi qonunga bitta rioya qilmasak, bitta idoraga 10 ta tilda murojaat qilsak qanday bo'ladi u? Xo'sh, shunday ekan biz chet ellarda davlat tili haqidagi qonun ijrosi bo'yicha nima ishlar qilinyapti, shularga ham biroz murojaat qilishimiz kerak. Mana Rossiyada bilasizlar, Rossiya hududida faoliyat yurituvchi har qanday tashkilot faqat rus tilida ish yuritiladi. Bu yerda 190 dan ortiq millat vakillari bor. Yoki mana boshqa respublikalarga qarasak, Germaniyada ma'muriy amaliyot to'g'risidagi qonunga ko'ra amaliyotlar uchun rasmiy til sifatida nemis tili bergan. Agar mas'ul idoraga nemis tilidan boshqa idora tildan murojaat qilinmasa, orqali uni nemis tiliga tarjimasini tashkil qiladi. Nemis tilidan boshqa tilda murojaatlar ko'rib chiqilmaydi. Mana hozir juda ko'p Germaniyaga ham ishchilar talab qilyapti, hamshiralar. Ular ham albatta nemis tilidan sertifikat olish talab qilinadi. Mana Irlandiyada ham xuddi shunday holatni ko'rishimiz. Bizda O'zbekistonda Qoraqalpog'iston muhtoj jumhuriyatida ikki til barobar. Qoraqalpoq o'zbek tili barobar huquqqa ega. Irlandiyada ham xuddi shunday huquqqa ega irland va ingliz tillari. Fransiyada mana Tubon qonuniga ko'ra fransuz tili davlat tili deb e'lon qilingan. Fransuzlar Fransiya aholisining 49% ni tashkil qiladi. 51% boshqa millatlar, lekin hamma narsa fransuz tilida. Bizni O'zbekistonda oladigan bo'lsak, 90% ni o'zbeklar tashkil qiladi, lekin ko'chalarda boshqa yozuvlarda ham ko'ryapmiz. Masalan, reklama haqidagi qonun o'zgardi 97-yilda. O'shanda yozilgan, o'zgargan moddasida. 22-yildan kuchga kirdi 20-yilda. Reklama berayotgan kishilar davlat tilida, agar zarurat bo'lsa, boshqa tilda uning mazmuni saqlangan holda kichik harflar berish kerak degan narsani ko'rish kerak. Afsuski bizning ko'chalarimizda xohlagan tilda yozuvlarni ko'rishimiz mumkin. Bu reklama haqidagi qonunni buzish. Katta qilib boshqa tillarda endi ingliz, rus tili uyatda tursin. Inglizcha, fransuzcha, koreyscha, xitoycha, ispancha yozuvlar paydo bo'lyapti. Bu qonunga zid. Albatta bu narsaga har bir kishiga biz ongiga singdirishimiz kerak. Davlat tili, ona tili, vatan tili degan g'oyalarni singdirishimiz kerak. Biz ba'zan ishchi guruhda shu Samarqand shahri ko'chalarini tekshirishga chiqqanimizda ba'zilar bizga savol beradi. Mayt mana shu bittasi oddiygina domkri deb tovuqnikini yozib qo'yibdi. Shuni uka tovuq go'shti deb yozsangiz bo'lmaydimi desam, domla o'zingiz o'ylab ko'ring, bu kulgili holat deydi. Men aytdim, nega kulgili holat bo'ladi? O'zbekcha yozsa kulgili holatmish. 50 million kishining ona tilisi kulgili holga tushdimi? Davlat tilida haqida qonun qayerda qoldi desam, ba'zi ajablanib ko'ziga baqirib qoladi. Shunaqa holatlar juda ham ko'p. Shuning uchun biz xalqimiz ichida ko'proq targ'ibot tashkil ishlarini olib borishimiz kerak. Uzoq tumanlar, Qo'shrabot, Nurobodda mi открылись deb yozadi. Uni aytaverib, hozir biz ochildik deyapti. Biz ochildik emas. So'zma-so'z tarjima bo'lmaydi. Ishni boshladik, faoliyatimizni boshladik deyish kerak. Afsuski bunaqa holatlarga har qadamda duch kelyapmiz. Buning uchun bizda tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Agar shunday bo'lmasa, bu tilimiz ahvoli nimaga olib kelishini hech kim bilmaydi. Hurmatli tinglovchilar, kirish darsimizda davlat tili haqidagi qonunning ijrosi va uning tarixi haqida suhbatlashdik. Albatta davlat tiliga har bir O'zbekiston fuqarosi, shu vatanim degan kishi albatta mas'ul bo'lishi kerak. Uni targ'ibot, tashkil ishlarini olib borishimiz kerak. Uni jazolash bilan, jarima bilan bitmaydi. Qachongina biz targ'ibot, tashkil ishlarini olib borsakgina, mana shu bizning ko'chalarimiz ham bemalol o'sha ona tilimizdagi yozuvlar bilan to'lib ketadi. Keyingi darslarimizda imlo qoidalari va hujjatlar haqida suhbatlashamiz.